Nega qadimgi jangchilar qilich zarbasini boshidan yesa ham yiqilmaydi? Shu sababli Couching jasur jangchilar qilichni boshi bilan qaytarib, yana jangni davom ettira oladi. Ko'krakka kelgan zarbalar ham po'latdan yasalgan egri kauch yuzasidan sirpanib ketib, deyarli ta'sir qilmaydi. Kauchukning kuchliligi uni qatlam-qatlam metal tuzilishida edi. Bu qatlamlar maxsus shaklda egilib yasalib, zarbaning kuchi esa butun yuzi bo'ylab tarqalib ketardi. Ayniqsa bo'g'im joylariga qo'shimcha plastinalar qo'yiladi. Shu orqali ham harakat erkinligi saqlanadi, ham zaif nuqtalari himoya qilinadi. Lekin hamma narsani kamchiligi bor. Bu kauchning eng katta muammosi og'irligi edi. To'liq zirh qariyb 30 kilogramm keladi. Qo'lidagi qurollar qo'shilganida yuk yana ortardi. Ko'pincha haqiqiy janglar qilich bilan emas, charchoq bilan tugardi. Endi savol, sizningcha shunday og'ir zirhda jang qilish mumkinmi yoki yengil, lekin kamroq himoya qilinadigan qurol afzalroqmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.